Alaykum hammaga yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bugun birgalikda Uzum marketdan olgan dastlabki kichkinagina obzorchilik qilamiz. Nima bor ichida? Mana qanday kapalakcha. Magnitlik mana magniti. Buni yopishtiradigan, yopishtirsa ham bo'ladi. O'zini yopishtiradigan bor. Ichida 12 ta bo'ladi. Katta, kichik har xil. Undan tashqari mana bunaqa yantarni kislab olganman. Men hozir gullar parvarish qilaman. O'shanga bu o'sha anavi gullarni nima desam bo'ladi, o'sishini yaxshi qilib beradi. O'sishiga foyda. Mana qishga qishda gullar stressga tushar ekan. Bu uchun men alohida kontent olaman. Alohida video kutib qolinglar. Mana bu kapalakchaga to'xtaladigan bo'lsak, buni bitta blogerda ko'rganman. Bu bloger kimligini o'zingizlar ham bildiringiz shekilli ko'rib. Biz havasim kelgandi. Mana shuni uzun marketda chiqib qoldi deb sirab oldim. Adashmasam, uzun plastik bo'lsa 18 mingmi shunaqa, lekin uzun plastiksiz rovno 20 mingga oldim. Mana. Hozir buni birgalikda mana bu kiraverishlik ishiga chiroyli qilib dekorativ qilib yopishtiramiz. Tayyor. Qaranglar qanaqa chiroyli turibdi. Bizada yonida ko'rsatma. Mana bu qanotini mana bunaqa qilib silaman. Bemalol to'kiladi mana. Xolasizlar, mana bunaqa tekisroq qilib, mana bitta qanotini qayirib qo'ydim. Hammasini shu chiroyli turibdi. Bundan ko'ra mana. Yana bemalol to'g'rilanadi. Qarang qanaqa asal.